Assalomu alaykum hammaga. Hop, Shinray mashinasi kelgan. Shinray T30 mashinasi. Bularda motor qaltirab, yurolmay keldilar. Bularda gazavikka borganlar. O'sha injektor tozalatilgan, gazavikka borilgan. Hop, sichi simlar olishgan. Bularning ichlari bo'yicha shu injektor tozalagan, anaqa tozalagan. O'shalardan keyin shunaqa narsa bo'lib qolgan. Shu bilan bir kun yurganlar shu mashinada gazavikka borganlar, gazavik injektor deyishgan, injektor gazavikka xullas mana u yoqqa bu yoqqa ozgina sarson bo'lib qolganlar. Mayli, endi hammasi yaxshiligiga shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa bo'ldi. Men даже mana simlarini ham ochib, hammasini tekshirishgan, elektriklarni o'sha sababini qilishgan, endi qidirishgan aybini. Lekin bu yerda o'zi switch simlarini ham almashtirib, o'zi bu yerda asli sababi o'zi mana shu ikkinchi silindr simi bilan mana shu 4-silindr simida bo'lgan. Bular hozir menga aytdilar, mana shu ikkinchi silindr ishlamayotgan ekan deyishgan ustalar. Hozir qaradim, men o'zim uchun ko'rdim, 2 bilan 4 ishlamayapti. Sababi nima desanglar, mana switch sim ham uchli bo'ladi, mana bu katta bo'ladi. Mana shu katta bo'lgan hisobiga mana sim switchning ichiga kirmaydi-da, yoniga tushib qolaveradi, yoniga kirib qolaveradi. Yoniga kirib qolgandan keyin silindr ishlamaydi, o'sha silindr ishlamaydi, chala ishlaydi. Benzinda nisbatan sal qaltiraydi-yu, gazda umuman ishlamaydi. Bunaqa ahvolda ko'p ham yurish kerak emas. Ichiga benzin, gazga to'lib ketadi, porshni chochilib ketadi, yo bo'lmasa shaton qiyshayib ketib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha o'shani biladigan ustalar, o'shani tushunadigan ustalarga olib borib qildirganinglar, ko'rsatganinglar yaxshi. Keyin buni ko'plar bilmaydi. Mana bunday tiqganda o'zi shu switchga kirganda unda tiliq ketadi mana. Mana tiliq ketadi o'zi. Ani ovoz chiqadi-da, biladi. Buni endi ustalar biladi buni. Endi bu yerda mizoji kimnidir yomonlashi nima emas, prosta klient mijoz o'rtada sarson bo'lib qolgan. O'shaning iloji boricha shu narsaga ahamiyatliroq bo'linglar degan maqsadda men aytib qo'yapman. Chunki meni oldimga ko'plar keladi, mana shu galobkalarni qildirib kelishadi-da, baribir aka o'zgarmadi deb kelishyapti-da. Ko'pchilikni shunaqa qilib pulni olishyapti. Endi u bilib olishyaptimi yo bilmasdan olishyaptimi, u ustalarni ham bilmayman. Endi menga qorong'i, bizga qiziq emas. O'shanga iloji boricha aka mana shu biladigan, tushunadigan mana switch simiga ahamiyatliroq bo'linglar. Imkon qadar bo'lmasa o'sha ketmagan narsani ketdi deb klientni pulini olib yo aldab klientni ham qiynash yaxshi, to'g'ri narsa emas. O'shanga iloji boricha mana hozir keldi, mana 2 bilan 4 shunda to'g'rilatib berdi. Xudo xolasa yaxshi zavat bo'lishlari ham, yurishlari ham hech qanaqa muammosi yo'q. Yarima borib zavat bo'tdi. Mashina gazga ham o'tganda o'zgarmadi, tek ishlab turibdi. Kelganlarda o'zi motor qaltirab yotdi mana. Hamma switchlar joyiga tushgan, simlar. Xudo xolasa yaxshi ishlayapti. Shunisiga ahamiyatliroq bo'linglar o'sha. Endi hammaga emas, o'sha ba'zi bir o'sha balki shogirdlardir. Endi biz ham shogird bo'lgan shunaqa bilmay ana qilib qo'yganmiz, lekin ahamiyat berib shu joylarga ahamiyat berish kerak iloji boricha. Sizga ishonib kelgandan keyin shu odam yaxshilab qarab, ahamiyat berib qarash kerak edi.